Saidon aka, Nechtaman? yoqalarda grammaj bir xil, lekin narxlar har xil. Nega shunaqa? Xo'p, qarang. Mana sizga oddiy qilib tushuntiraman. Bu oddiy однотонный yoqa manjetlar bilan buni ishlab chiqarish tezligi tez. Qancha tez ishlab chiqara olsak, shuncha arzon qilish imkoni bo'ladi. Tushundingizmi? Bu birinchi varianti. Xo'p, ikkinchisi mana qo'shimcha chizgi qo'shildi. Sal sekinlashdi, narxi ozgina oshdi. Deydi bu 2000 so'm bo'lsa, bu 2200 so'm bo'lib qoladi. Xo'p, endi mana bitta emas, ikkita chizgi qo'shildi, zadaniya qiyinlashdi, ishlab chiqarish tezligi sekinlashdi. Tushundingizmi? Buni ham narxi ozgina qimmatlashdi. Endi davom etamiz. Alohida dizaynli desen qo'shildi. Bu ham yoqa narxini ozgina qimmatlashtiradi, lekin уже bu premiumlashdi bu futbolka. Ya'ni futbolkani ham narxi oshdi bir vaqt o'zida. Tushunasizmi? Endi qarang, mana jakardli yoqa qo'shildi. Manjetlari ham jakardli. Mana bu yanada premiumlashdi. Futbolka deyli yoqasi 2000 so'm emas, 3000 so'm bo'lib qoldi. Lekin futbolka narxi 30-40 mingga qimmatlasha oladi bemalol. Tushundingizmi? Hop, mana yana qiyinroq zadaniya. Ham chizgisi bor, ham mana double face deydi buni. Mana o'sha zadaniya ancha qiyin, bu ancha sekinroq chiqadi. Narxi yana deyli anu oddiysi 2000 so'm bo'lsa, bu 4000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu yerga yaxshi bitta brend qo'ysa, bu anchagina qimmatga sotish mumkin. Chiroyli-da. И mana eng yaqqol primer mana Lacoste original mana etiketkalar bilan turibdi. Mana bu ham yaxshigina qiyin zadaniya. Alohida bir ijod qilingan. Mana bu futbolka eng kamida 1 million so'm turadi. To'g'ri, mana bu logotipda ham ahamiyati bor, lekin premium vid uchun alohida yondashuv kerak. Mana qo'shimcha lampasida qo'shishgan. Mana bizda shuni mana bitta bor. Mana yoqasiga ham to'qiganmiz shuni. Ko'rdingizmi? Xuddi shu, ha? Xuddi shu. Ya'ni yoqa ozgina qimmat bo'lsa, nichivo. Asosiysi futbolka qimmat sotilsa. Zo'r. Ya'ni xuddi shunaqa tushuntirasiz klientlarga, tushundingizmi? Tushunarli. Mana mana shu ketma-ketlikni o'zingizga belgilab yozib oling. Oson ekan, rahmat. Bo'ldi, davay.